Orqamdagi Spark'da eng arzon narxi $4000, lekin bu Spark'ni $5000 olib yutuqqa qo'yishyapti jigarlar. Oddiy mebel sotib olib, ya'ni arzon narxda mebel sotib olasiz. Hattoki Spark yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga hozir to'liqroq ma'lumot beramiz. Videoni boshidan bittadan like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa tushunib olasizlar. Kiring. Xo'p. Akamiz ko'rib turganingizdek bu joyga showroom qilganlar, o'zlarining sexlari bo'ladi, xudo xolasa jigarlar. Yutuqqa hozirda 30 million, 35 million atrofida maishiy texnika qo'yganlar. Bundan tashqari asosiy sovrin, ya'ni $5000 Spark avtomobili bo'ladi. Like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Kommentariyada nomerlarini yozib ketinglar, xudo xolasa. Yana ham sizlarga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Charchamang. Xo'p. Bitta narsani boshdan so'rab qo'yay aka. Sizdagi hozir hamma narsani o'zingiz ishlab chiqarasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Misol uchun Sparkni olmasdan, maishiy texnikaga tegmasdan aytilayotgan narxlarda ichida shu narsalarni sotib olsa ham bo'ladi, to'g'rimi aka? Hech qanday o'yinda qatnashmasdan ham o'ziga kerak bo'lsa sotib olsa ham bo'ladi. Albatta. Xo'p. Endi birinchi bo'lib jigarlar sizlardan narxini tushuntirib o'tamiz. O'yinda qanaqa qilib qatnashsa bo'ladi. Tushuntirib bering, qanaqa qatnashsa bo'ladi? Xo'p, endi bu o'yinimizga, konkursimizga ishtirokchi bo'lgan insonlar mendan bitta mebel sotib oladi. Misol, hali 2 quruq, hali 3 metr. Shu 2 quruqli ishingiz nech pul? Xo'p, bu 3 metrligimiz. 3 metrlik. Bu 3 metrlik. Xo'p, bu 3 metrligimiz 3 million 700 ming so'm. 3 million 700. Turishi metr emas, turishi. Shundoq turishi. Shunday turishi. Chekalari plastmassa PVX. Hatto korpuslari ham plastmassa PVXda bo'lgan. Bu polkalari ham olinadi. Alohida bo'laveradi. Osha-moshalariga kelsak, mana qo'yib yuborasiz, o'zini o'zi yopib oladi. Bo'yini balandligi 220 santimetrga chiqadi. Turishi sotib olmoqchi bo'lganlar uchun 3 million 700 ming so'm, 3 metrlik tayyor gatoviy ish. Endi bu narsani sotib olgandan keyin siz o'yinga qo'shib qo'yasizmi? O'yinga masalan mana ishtirokchi bu mendan oldi. Shartimiz mashali Yuksalish Uz kanalimiz bor. O'zimizning Yuksalish Uzga YouTube, Instagram kanalimiz bor. Bunga obuna bo'lgan bo'ladi. Mendan mebel sotib oladi, baraban bo'ladi. Barabanning ichiga olgan inson, misol sizni ismingiz, misol Abubakir, telefon raqamingiz yoziladi. Barabanning ichiga solib qo'yamiz. Bunaqa ishdan 400 dona kesganman. 400 ta ishim vaqt qo'ymayman. 1 oyda tugasa, 1 oyda o'z egasiga topshiramiz. 15 kun bo'ladi. Chestli, halol, mana o'zingizlardan kelasa, inshaalloh nasib qilsa, prямор efir orqali aniqlaymiz. Ya'ni siz barabanning ichiga meni nomerimni, telefon raqamimni yozib, ichiga aylantirib tanlanadi. Bitta tortadi. Uning ichida 50 ta sovrin bor. Bitta texnika, mana shu kir mashina, pilisos, duxovka, mikrovolnovka, gaz, vitichka, shunaqa narsalar ichida. Undan eng yuqori sovrin Spark. Endi balki boshida chiqib qolar Spark, balki oxirdagi nasib qilganiga. Bu endi Allohda. Xo'p, yana bitta narsa aka. Misol uchun mashina 3 million 700 ming sotyapsiz, 3 metrli ish. Ko'chada nech pul mashina ish aka? Xo'p, ko'chada bularni 4,5 ming tevasida sotadi buni. Sizga o'yirini aytasiz bu narsani. 4,5 4 tevasida sotadi. 4 ga ham bermaydi bozorda buni. Nimalar hisobiga siz endi arzon berib hamma qanga sovg'inlar qo'yyapsiz? Endi bu yerda asosiysi ishlab chiqarish o'zimda, sex o'zimniki. Men bir oyga arenda to'lamayman, do'kon hamma yo'q o'zimniki. Ishchilar ham o'zi oilaviymiz, pashti 1-2 ta ishchi bor, xolos. Hammasi o'zimiz qo'limizda chiqqan, shuning uchun bizda ish haqqi yo'q, boshqa birovga qildirganiga biz o'rta kash emasmiz, o'zimiz qo'limizda. O'zim ham kerak bo'lsa borib o'rnataman. Endi keyin yana bitta narsa, 5 metrdan oshiq zakaz asosida tayyorlatmoqchi bo'lsa, 5 metrdan oshiq qilgan insonga konkurs a'zosi qilib qo'shamiz. Qo'shiladi. 5 metrdan oshiq zakaz qilsangiz, misol konkurs a'zosi bo'lib qo'shiladi. Mana shu konkursga ishtirokchi bo'lib yetadi. Va undan tashqari barcha turdagi uyni fonnik jihoz qilmoqchi bo'lsa, spanni shkaf, kompyuterni stol, ugolok, miyahga kerak bo'lsa, inshaalloh hammasini tayyorlab beramiz. Juda ham yaxshi. Endi kamerani o'zim qo'limga olib, jigarlar sizlarga endi narxini birma-bir tushuntirib o'tamiz. Xohlasangiz o'yinda qatnashing, xohlasangiz shu oshxona mebellarni tayyorlarini yoki razmerga ham tayyorlab berishadi O'zbekiston bo'ylab jigarlar. Demak, narxini bir boshidan tanishtirib o'tamiz. Qaysidan boshlaymiz aka? Mana bu 2 quruqimizdan boshlaymiz. Kichikroq 2 quruq. Balandligi, bo'yi qanaqa material? 2 quruq. Eniga balandligi 220 cm. Rossiyskiy laminat, rossiyskiy stalishniца. Stalishlar. Bu suvga chidamli bo'ladi. Suvga chidamli. Orqasi granit. Orqasi granit. Kafel. Hop, oshiq-moshig'imizga keladigan bo'lsak,
osha-moshalarim eng yaxshisi и chekalari plastmassa po'q, hatto qo'lpisi ham plastmassa po'q. Kromka shunday qo'yib yuborasiz, o'zini o'zi yopib yuboradi. Tevalarda plafonlar bor. Plafon chiroqlari ham yonadi. И buni Andijon bo'ylab, Andijonni qayer Xonobod, Xo'jayev, qayer Andijon bo'ylab dastavkasi ichida 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming. Ilichilik bu 240. 240 lik, 2 million 700 ming 2 million so'm. 700 ming Xo'p, so'm. endi bu ishimizchi. Bunimiz 3 metrlik. 3 metrlik joyim bor deganga final. Misol mana shkaf, sochiq va hokazo. Endi buni tagiga xohlang taxt uxloqlaringizni qo'ying, xohlang gaz balloningizni qo'ying. Xolos, Ariston. Xolos polka qo'yib bersa, polka ham qo'yib beramiz. 3 metrlik razmeri, bo'yni balandligi hammasi 220, stanishica, rossiyskiy orqalari kafe. Xo'p, bularimizni qo'lga tegadigan narxi 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming so'm, 3 metrlik. 3 metrlik ishlar. Mana bu ham 3 metrlik, bu ham 3 metrlik. Narxi bir xil. Ha, bu ham 240 bu. Necha puli shu? Bularimiz 2 million 700 ming. 2 million 700 ming 2 million so'm. 700 ming. Shunday turishi. Shunday turishi. Mana shu turishi 2 million 700 ming so'm. Bu narxlar bor, realniy narxlar. Realniy narx, telefon qilsa, nalichida bor. Yasab beraman. Yo'q. 5 kun kuting, 6 kun kuting degan narsa yo'q. Siz aytyapsiz hozir 400 ta, 500 ta tayyorishim bor. Deyapsiz, o'shani sotsam keyin Spark'ni beraman deyapsiz. 400 ta ishga 400 ta ish sotiladi. Bo'ldi, ko'nglingiz tugi. Har bitta ishimizni sotilgan. Misol mana ketdi, Farg'onaga ketdi, Namanganga ketdi, Toshkentga ketdi, Surxondaryoga ketdi, Qashqadaryoga ketdi deb mashindan chiqib ketayotganini yoki bozordan kelib olgan har bittasini Instagramimizga, postimizga joylab boramiz. Joylab boramiz. Uni realniy bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi 400 ta ish joylar har bittasi. Misol hammasi halol pok, chunki misol bu yerda birovda xalqni aldash yoki boshqa narsa kerak emas bizga. Inshaalloh, avvalo Alloh ishimizni rivojini bersin. Xalqimiz ham maza qilib, mana shu 2026 da hammani uyida mebel bo'lsin. Hammani uyiga mebel tayyorlab beray, o'zim tayyorlab beray. Albatta. Demak, bu ishimiz necha pulda shu turishi? 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'mga 240 lik bu laminat. Rossiyskiy laminat o'ganda ham o'zimiz Gotovoy. Hali metri, pogona metri aytilmayapti. 2 million 700 ming so'mga shu turishi deganlar. Mana yana 2 million 700 ming so'm. Bu ham 2 million 700 ming so'm, bu ham laminat. 2 million 700 ming so'm, 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming so'm. Rangi o'zgarsa ham narx o'zgarmaydi aka. Ranglar bor, mana ranglarni. Bitta narsaga qoyil qolganim jigarlar, mana shuni bir taxminan narxini aytishimizdan oldin bitta yozib keting. Agar narxi haqiqatan ham arzon bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Nech pul shu turishi? Shu turish 4 million 300 ming so'm. 4 million 300 ming so'm. Men to'g'risi o'zim oshxona mebellarini juda ham ko'p chiqaraman. Hayron qoldim. Nimaga bu arzon? Nimaga bunaqa narx desam, aka, men o'zim chiqaraman. Shu ishda o'zidan mana men ochiqchasini aytaveraman, shuncha mehnatimga donasiga 400 ming so'm, 500 ming so'm foyda qoladi aka. Ochig'ini aytaveraman deyaptilar. Akalar bitta ishni ko'ringlar. Atrof polning arka, arkani ichi qilingan, high-tech fasonda 3 etajli qilingan. Buning eshiklari vakuumdan qilingan mana jigarlar. Mana ish yaxshi. Ruchkasiz fasonda high-tech deyiladi. Buni high-techda. Mana aka, rang. 2 etажli fason. Tanlasa rang. Rang bor. Ranglari bor, hamma rangi bor. Mana shu rang hammasini tayyorlab beraman. Ha, kombinatsiya ham qilish iloji bor. Muammo yo'q. Rangida, boshqa narsasida muammo yo'q inshaalloh. Yaxshi. 4 million 300 dedingiz-a? 4 million 300. 4 million 300 ming so'mga jigarlar menimcha arzsa kerak. Sababi mana orqalari granit, stalishnas rossiyskiy ekan. Mana hamma yo'g'i juda soz holatda ekan. Zo'r. Men o'zlarining uylari, mana o'zlarining uylariga showroom qilib, aka ishxonam bitguncha hozir shu yerda chiqaryapman. Dilar mana bu hech kim yashamaydi. Faqat bitta showroom qilib biz videomiz uchun tayyorlandi. Xudo xolasa. Birovning haqqi birovga buyurmaydi jigarlar. Bu narsani xolasa sotib olsangiz, aytilgan narxlarda sotib oling. Xohlasangiz o'yinga ham a'zo bo'lib qo'yishadi. Bemalol yutish imkoniyatlaringiz bor. Sizdan hech narsa ketmaydi, to'g'rimi? Baribir oshxona mebel olasiz. Agar oladigan bo'lsangiz, o'yinda qatnashib, omadingiz kelsa, ajoy emas. Bitovoy texnika eng kattasi Spark, xudo xolasa. Ham arzon, ham sifatli. Agar kelib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun manzil Andijon Bo'taqara qishlog'i bor, to'g'rimi? Andijon viloyati Andijon tumanida Bo'taqara qishlog'ida. Bo'taqara qishlog'ida kelsalaring, akamizning nomerlarini ekranda qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, Siddiquzning obunachisiman desalaring, balki 100 ming so'm kelgani uchun. Agar o'zingiz kelsangiz, meni nomimdan 100 ming so'm skidka ham qilib berishlari mumkin bo'ladi. Jigarlar, aloqaga chiqaverasizlar. Aka, ishingizga omad. Salomat bo'ling. Rahmat. Meni obunachilarimga iloyim Spark nasib qilsin. Inshaalloh.
Berasiz, xudo xohlasa. Beramiz, albatta. Albatta, aloqa chiqarasiz. Spark olmasa boshqa bitta texnika gaz yutishga olmasligi mumkin. Shunaqa berishim mumkin. Albatta. Bitta texnika. Xullas kalom, inshaalloh obunachilaringizdan bittasi albatta yutadi. Albatta, aloqa chiqarasizlar jigarlar. Salomat bo'linglar.